ijtimoiy tarmoqlarda odob masalasida savol bermoqchiman. Ya'ni o'sha kimgadir like bosish, komment yozish yoki jo'natish masalasida. Xo'p, bu masala bugungi ijtimoiy odoblarning deyarli eng birinchi o'ringa chiqib oldik desak ham bo'ladi. Ijtimoiy odob deganda odamlarning boshqalar bilan munosabatga kirishi, jamiyatda o'zini tutish haqida. Endi internet virtual olam, lekin buni ham jamiyatdan tashqarida deb qabul qilmaslik kerak. Bugungi kunda nimagadir avvalgiga nisbatan juda ham odobsiz, qo'pol, hamiyatsiz, sharafsiz kommentlar va shunga o'xshash kontentlar va shunaqa toifadagi insonlar negativ deydi, uni negativni tarjimasi nima? Salbiy fikr bildirish. O'sha salbiy fikr bildiradiganlar. Lekin bu negativ ham emas-da. Haqorat ko'pincha. Mana shunaqalar ko'paydi. Nimagadir? Bilmayman. Balki bu o'sha o'zi zamonimiz nimagadir agressivlashib ketyapti. Mana bugun ertalab o'qidim, Hindiston bilan Pokiston ikkita yadro держава bir-biriga hujum qildi. Qo'shni. Ya'ni qo'shni bir millat yana. Yana bir katta urush. Masalanda nimagadir dunyo o'zi agressivlashib ketdi. Butun dunyo 8 milliard odam agressivlashib ketdi. Aksariyati, hammasi demaylik, lekin aksariyati. Va buni ichida albatta o'sha o'zbek segmenti internetdagi va o'zbek jamiyatining orasida like, comment, rus tilida podelиться deydi, o'zbek tilida ulashish. Bu narsalarga oddiy qarash kerak emas. Jiddiy qarash kerak. Nimaga? 3 ta sababini aytaman. Birinchisi, bu sizni asl yuzingizni, ichkaridagi sizni ko'rsatib beradigan narsa. Chunki yoningizda hech kim yo'q-a. Psixologiya shunaqa. Inson yonida hech kim bo'lmasa o'zini asl basharasini ko'rsatadi. Siz hali ulamolar aytganki, o'zingni kimligingni bilmoqchi bo'lsang, yolg'iz qolganingda qilayotgan ishlaringga qara degan. O'sha yolg'iz kirib qaysi videoga like bosyapsiz? Ochiq profilingizdan, yopiq profilingizdan, boshqani ismi bilan ochilgan profilingizdan 3x pornografik yoki bo'lmasa qaysidir bitta hezalak, xunasa, trans yoki bo'lmasa qaysidir bir behayo, axloqsiz, tarbiya ko'rmagan o'zlari tan olib aytishyapti. Biz otamiz o'lib ketgan, onamiz tashab ketgan, ko'chada katta bo'lganman deb shu qizlarni o'zlari aytishyapti, bolalarni. Internetdagi bloger, vaynerlar. Ana shularga like bosishlik sizni ichki dunyoingizni ko'rsatib beradi. Yoki aksincha qaysidir bitta xorijga chiqib olib, vatanni yomonlaydigan, davlatga tosh otadigan, o'zbek xalqiga tosh otadigan, o'zbek xalqini har xil hayvonga o'xshatib yotadigan, o'zimizni millatdosh vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlab uni nimasiga ma'qullab kommentariyasiga, izohlariga yozishlik, bularning hammasi birinchisi ichki dunyoyingizni ko'rsatib beradi. Ikkinchisi, bu narsa sizni tomoningizni ko'rsatib beradi. Safmi? Albatta. Qaysi saftaligingiz? Siz qaysi safdasiz? Ana shuni ko'rsatib beradi. Siz fahsh tarafdamisiz? Axloq tarafdamisiz? Radikal tarafdamisiz? Ekstremistlar tarafida? Miyasidan o'q yeyishga ozgina qolgan, udar yeb aqli joyiga tushmaganlar tarafidamisiz? Yoki vatan tarafidamisiz? Taraqqiyot tarafidamisiz? Yoki molda yeb ichadigan iste'molchilik kayfiyatidagi olomon tarafdamisiz? Mana shu narsani masxaravozlar tarafidamisiz? Behayolar tarafidamisiz? Ana shuni ko'rsatib beradi. Bu ikkinchi eng asosiysi. Ustoz, bu mayli like masalasida bo'lyapti-ku. Bitta like emas. Izoh yozish ham shuniki. Izoh yozish, ulashish, mana hozir umumiylashtirib aytayman. Endi uchinchisi, siz kimgadir izoh yozayotganingizda yoki qaysidir videoni like bosayotganingizda yoki uni ulashayotganingizda bu narsada inson ikkiga bo'linadi. Birinchisi, like bosish bu menga ma'qul degani. Yoqdi degani. Yoqdi mana shu narsa, men shu narsani qo'llab-quvvatlayman degani. Endi bunda nima yo'q? Tortishuv yo'q. Yoqdi bosdimi, demak u yoqdi, shuni tarafdori. Izoh endi ikkiga bo'linadi. Ba'zi toifa odamlar bor, o'sha qo'yilgan videoni ma'qullab
yoki shundagi voqelikka o'zini ilmiy yondashgan holatda tahliliy fikrini yozadi. Konstruktiv. Ha, liberal holatda yozadi. Bu yaxshi. Tanqidiy bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Odob doirasida madaniy holatda yozadi. Endi bir toifa bor. Odobsiz toifa. O'ta axloqsiz, o'ta odobsiz, tarbiya ko'rmagan, uni ko'pchilik masalan menga aytadiki, nimaga buncha kuyinasiz? Qo'ying, ular deydi troll-ku. Yo'q, u trollmi? Troll emasmi? Inson xolos. Masalanda u farqi yo'q, qiziqmas uni kimligi, u Anpanmanmi? Farqi emas, u gnommi? U qiziq, menga umuman qiziqmas. Qiziq tomoni nimada? U o'zi asli u ham qiziq emas. O'sha insonni demak axloqini, ruhiyatini, iymon darajasini, qarichini o'sha yerda ko'rsatib qo'yadi. Va bu narsani yozishlik bilan boshqalarni manipulyatsiya qilishga harakat qiladi ular. Odatda maqsadi shu bo'ladi. Shuning uchun qarab tursangiz, tez yozishga harakat qiladi. Darrov. Darrov video chiqqandan u doimiy ravishda kuzatadi o'sha tayyor turganda. Shuni startda turadi, shart yozadiki, ha, mana unaqa Saroy mulla, Chala mulla, palon. Keyin o'ziga o'xshaganlar bilan ulanib, ha, buni o'sha yozishda maqsad nima? Birinchidan muallifni qopqonga tushirish, provokatsiya qilib. Ikkinchidan qolganlarni izoh yozishga kirganlarning fikrini manipulyatsiya qilish. Aytaman, seni bu ishing nimaga yaraydi? Ishlasaga yaraydi. Umringni nimaga sarflayapsan? Umringni nimaga sarflayapsan? Keyin bundanchi bilasizmi kim manipulyatsiya bo'ladi? O'ziga o'xshaganlar. Men hech qachon mana shu odam izoh yozdi deb shunchaki yigitlarga aytaman, yoqmayotgan bo'lsa o'chirib qo'yinglar deyman. O'sha izohni o'chirib tashlanglar, bo'ldi deyman. Shu joyda bitta savolda ustoz, qarang. Jamiyatimizda bitta narsa juda avj olgan. Hozir komment yozish va komment orqali like yig'ish ham juda trendda-yu. Masalan, qaysidir video million prosmotr yig'sa, o'sha videoni kommentlariga kirsangiz, u videodan ko'ra ko'proq like yiqqan izohlarga ko'zingiz tushadi. Kim kulguliroq komment yozish yoki deylik, mana uzr sal absurd misol bo'lishi mumkin. Qanaqadir bir yomon yoki saviyasiz kontent ko'radigan bo'lsa, kelinglar bularni hindlarga to'nkab yuboramiz deb Hindiston bayrog'ini qo'yish ham bir trend bo'ldi. Yoki deylik, qanaqadir bir porno aktrisani tagiga kirib muxlismiz deb O'zbekiston bayrog'ini qo'yganlar bo'ldi 1-2-3 yil oldin. Juda shunaqa trendda bo'ldi. Biz o'zimizga yoqmaydigan kontent egalarini ustidan kulib komment yozib, ularni yulduzga aylantirdik necha. Shuning uchun reklama berdik ham. Ha, men aytamanki, tavsiya ham qilaman bu narsani. O'zim juda ahamiyatli bo'lmasa, deyarli izoh yozmayman. 99% holatda izoh yozmayman. Va Instagramga ko'p kirmayman o'zi. Ya'ni doimiy ravishda profilni yuritadiganlar, qaraydiganlar, boshqalar bor. Men ko'proq ma'lumot qidirish uchun yoki o'sha o'zim taniydigan ba'zi bir insonlarning ijodini kuzatish uchun yoki ilmiy bahslar, podkastlarni masalan ko'proq ko'raman. Diskussiyalar. Ha, podkast ko'raman ko'proq. Masalan, yaxshi podkastlar bor. Manfaatli videolar. Ha, faqat o'zbek tilida emas, boshqa tillarda ham ko'raman. Lekin o'sha izoh yozadiganlarga meni tavsiyam, umringizni bunaqa ishga sarflamang. Umringizni bunaqa izoh yozib, sizni u video qo'yib bo'lindi. Sizni izoh yozishingiz bilan u video o'chib qolmaydi. Egasi hali o'qiydimi yo'qmi? Ha, bu birinchi masala. Video o'chmaydi-da, u izoh yozgani bilan. Nima deb yozishdan qat'iy nazar. Ikkinchidan, yozayotgan narsam bunga men javob bermayman desangiz adashasiz. Yozgan narsasi uchun qonuniy javob berganlar ham bor. Yozgan izohi uchun berayotganlar ham bor. Va berishadi. Berishadi ham. Eslaringdan chiqarmanglar, hurmatli haligi o'zidan muxolif yasab olganlar yoki hamma narsaga pessimistik kayfiyatda qaraydiganlar. Kechirasiz, sizni hayotingiz baxtsiz bo'lsa, bunga boshqalar aybdor emas, o'zingiz aybdorsiz. Botqoqdan chiqish kerak. Dunyoda ozgina toza suvlar, buloq suvlar borligini ham ko'rish kerak. O'zingiz eplab bir narsani qiling avval. Qo'lingizdan kelmasa, indamay o'tiring. Yoqmayotgan bo'lsa ko'rmang, tamom. Nima qilasiz o'zingizni men ularga foyda bo'laroq aytyapman. Nima qilasiz o'zingizni umringizni o'tirib olib,
24 soat o'tiradiganlar bor ekan. Bittasi bilan meni bir kishi tanishtirib qo'ydi. Xo'sh. Tasodifan tanishib qoldik. Qarang. Qiziq bo'lganda. Kibrdan Allohning o'zi asrasin, bir joyga borib o'tirib choy ichib o'tiribmiz. Bir kishi keldida, dedim, ikki kishi to'g'rirog'i, bittasi tanishim, bittasi uni tanishi. Dedim, men sizni muxlisingizman, kuzataman, falon, pismalon. Ketdi. Odatda bunaqa deydiganlarga ishonmayman ko'p men. Keyin ha, mayli, rahmat dedim. Sog' bo'ling desam, keyin aytayapti. Tanishing deyapti-da. Bu deyapti shu internetda mashhur odam deyapti. Balki sizlar ham tanirsiz. Endi ismini aytmay. Keyin aytdim, "Ha, nima ish qilasiz internetda nima ish qilasiz?" desam, Facebookda, Twitterda, Instagramda, YouTube'da o'tirib o'sha videolarni tagiga izoh yozadi bu odam deyapti. Izohlari 10 mingta, 20 mingta like yiqqan izohlari bor deyapti. Faoliyatga aylanib ketibdi. Bu faoliyatga aylangan. Keyin o'zi aytayapti. Men deyapti, sizni videolaringizni aksariyatiga kirib negativ yozganman. O'qimaganmisiz deyapti. Men umuman o'qimayman. Hatto umringiz bekor ketibdi. Videoni ko'rganmisiz o'zi? Ha, ko'rganman deyapti. Nahotki shuncha videoni ko'rib yana negativ yozdingizmi dedim. Keyin kulishdik-da hozir yana. Keyin unga aytdim men, umringizni xazon qilmang bunaqa. Hech kim, men aytdim, shu izoh yozganingizdan keyin video o'chib qolmadimi dedim. Yo'q dedi. Nimaga yozdingiz bo'lsa? Siz anu like bosganlarga ishonmang dedim. U sizdan kuladi ko'pincha aksariyat. Ha. Chunki tom-tom kitoblarni o'qib, voy zo'r ekan deb hayotga tatbiq qilmayotgan odamlar bitta izohni hayotiga tatbiq qilib qolmaydi-da. To'g'ri. Insonlarga manfaat yetadigan narsani qilish kerak. Manfaat yetmaydiganda qo'yish kerak uni. O'ziga ham, o'zgalarga ham, hech kimga manfaat yetmaydigan narsani yashtirish kerak. Shu joyda bitta savolda, mana hozir izohlardan sekin o'tamiz bu savolga. Yaxshi kontent qiladiganni tanqid qiladiganlar ham, qo'llab-quvvatlaydiganlar ham bor. Yomon kontent qiladiganlarni haqorat qilishadi, ustidan kulishadi, lekin mashhur qilishadi. Shu nuqtada jamiyat juda kam mavzularda bir-biri bilan bir yoqadan bosh chiqaradi, hatto izohda. Hatto izohda. Shu nuqtadan qarasak, balki men pessimistik qarayotgandirman, lekin menda shunaqa savol tug'iladi. Jamiyatimiz ahilmasmi degan. Va agar shunday bo'lsa, nega ahilmas? Bu ikkinchi savol o'zi. Mana birinchini tugatib qo'ysam mayli. Xo'p bo'ladi. Qarang. Xulosa shuki, birinchi savolning xulosasi, birinchidan umrni zoyi ketkazmaslik kerak. Ikkinchidan foydali ish bilan shug'ullanish kerak. Uchinchidan siz esingizdan chiqarmang, hurmatli, so'kinib, haqorat qilib, ustidan kulib yozadiganlar. Sizni har bitta yozayotgan narsangiz amal hisoblanadi. Esingizdan chiqarmang, bu amalga bir kun javob berasiz. Siz uni tan olsangiz, olmasangiz, javob beraman, bermayman desangiz, demasangiz, farqi yo'q. U xorijdagi qaysidir bir homiyingizdan pul olib, buyurtma olib, yozsangiz, yozmasangiz, yo menga buyurtma qilishgan xorijdan turib palonchi deganingizdan qat'iy nazar siz javob berasiz. Buni hisob qiladigan zot bor.